Hozirgi davrda jamiyatimizga mana ishchilarni qabul qilishimiz ham yengillashib, hammasi elektron tarzda. Oldingi davrdagidek hisobotlarni qog'oz uslubida soliqqa hisobot bermaymiz, hammamisini xonamizda o'tirgan holda hisobotlarni beramiz. Oldin soliqchilar kelib tekshirib, bizdan ham bezovta qilardi, masalan, vaqtimiz ketaradi. Hozir servis xizmatini o'tgandan beri soliqchilarimiz kelmaydi, faqat elektron tarzda soliqlarni hisobotlarni beramiz, shularni ko'rib o'zlari tasdiqlab qo'yadi. Yengilligi ko'p shunaqa. Bizda hozir 150 dan ziyod xodimlarimiz ishlab turibdi. Yana ham ishchilarimiz vakansiyaga qo'yibmiz, qabul qilamiz. Ishchi o'rinlarimiz ko'p hali. Hozirgi kunda biz korxonamizda har bir xodimimiz uchun to'layotgan soliqlar o'z vaqtida to'lanyapti. Bu to'lanayotgan soliqlar davlatimiz uchun kelajakda foydavor bo'ladi. Albatta bu foydavorni yaratishda biz tadbirkorlarning hissamiz katta. Xodimlarimizni ishlatib, o'z vaqtida oylig'ini berib, solig'ini to'lab, bu soliqlar natijasida xudo xolasa kelajakda yana ham davlatimizning rivojlanishiga hissa qo'shamiz. Yanada yo'llarimiz kengroq ochiladi. Har sohada, masalan, eksport sohasida, qurilish sohasida, tadbirkorlik sohasida, shifokorlar, qanaqa soha bo'lishidan qat'iy nazar imtiyozlar, yo'llar keng ochiq bo'ladi.